Rostmi Hindistonda odamlarni tajribali quyonchaday qilib, shunday so'yib, amaliyotlarni o'tkazib, shunaqa narsalar qilishlari rostmi? Keyin ikkinchi savolim qarang. Nimaga hindlar O'zbekistonga kelib, o'qib, yana Hindistonga kelib, o'zbeklarimizni Hindistonga chaqirib shu yerda davolashadi? Javob bering. Agar Hindistondan tashqari chet elga o'qiydigan tibbiyot bo'yicha talabalar bo'lsa, ularga Hindistonda ishlash uchun umuman ruxsat yo'q. Chunki har bir marta imtihon o'tish kerak bo'ladi. Bu degani, qarang, 6 yil O'zbekistonga borib o'qib, yana bu yoqqa kelib, yana imtihon topshiradi. Yana imtihon topshirib, yana 2 yil amaliyot yetkazish kerak bo'ladi. Amaliyot bo'lmasa, undan keyin Hindistonda hech qaysi joyga amaliyot qila olmaydi ular. Vrach bo'lib ishlay olmaydi. Hindistonda aholi ko'pligi sababli universitetlarga kira olmaydi, shuning uchun O'zbekistonga borib o'qiydi. Imtihon ham juda ham qiyin bo'ladi. Agar davlatning imtihon o'ta olsa, bepul o'qiydi. Lekin o'ta olmaydiganlar bo'lsa, juda ham qiyin. Pul ham ko'p to'lash kerak bo'ladi. Zo'r aka, tushundim. Qisqa va unda zo'r javob berdingiz. Xursandman tanishganimdan. Bu odamni aqademik savollar bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib ketinglar. Bizni kuzatishni davom eting. Salomat bo'ling. Menga qarang, uyalmasdan o'tir. Sizda podpiskani bosing. Podpiska skoriz joningizga tegmadimi? Shuncha harakat qilyapsiz siz uchun. Xo'p, rahmat, salomat bo'ling. Ko'rishamiz aka. Kelib turing. Mehmonga chaqirmayman.